Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərlə qarşıladığımız mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026-cı il 25 aprel şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cərəyanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kiliyatımız. Qınundaqda aldı bilən bu həftədəki xəbərlərimizin mavzularına göz yurtub ötəyini. Yaponiya bilan Avstraliyanın Xitayga qarşı hərbi kelishimi qo'zg'atildi. Xitay şirketlərinin Rusiyaga sun'iy hamroh texnikasi satqanligi oshkorlandi. Dağlıq Labubu qo'rchoqlarga Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi aniqlandi. Bu və bundan başqa bir qancha xəbərlərimiz bo'ladi. Program axırda əlbəttə bəzi xəbərlərimiz haqqında doktor bilan analizlərimiz bo'ldi. Qanundaqda başlap ketsek, Yaponiya bilan Avstraliyanın Xitayga qarşı hərbi kelishimi qo'zg'atildi. Qadirli ko'rmalarimiz əlbəttə rayondagi vaziyat Xitoyninki kengaymichiligi Xitoyning kun siri bu rayonda o'ktamlik qilish sababli dunyo davlatlari albatta har xil mudofaa kelishimlari davomli kun tartibida turayotgan masalalarning biri. Bu qatim Yaponiya mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi bilan Avstraliya mudofaa ministri Richard Marles 18 aprel suhbat o'tkazib, to'xtam imzolashi natijasida ikki taraf o'rtasidagi qiymati 7 milliard dollarga yetadigan qurol yarog' setib olish kelishimi rasmiy qo'zg'atildi. Albatta bu xabar Reuters, Kyoto'ga o'xshash davlat xabar agentliklarida berildi. Mazkur kelishimga asosan Yaponiya Mitsubishi ig'ir sanoati 2029 yildan boshlab Avstraliya Xan jamiyati dengiz armiyasiga Yaponiyada yasalgan darajasi yuksaltirilgan 3 dona qo'g'dug'uchi paraxodni topshirib beradi ekan. Ya'ni 2029 yildan boshlab topshirdi. Qolgan 8 paraxod Avstraliya tavalligida yasaldi ekan. Mazkur urush paraxodlari boshqa urush paraxodlarga suvosti paraxodiga zarba berish, havo mudofaasi qatorliq ko'p xil jang qilish iqtidoriga ega ekanligi mazkur bu kelishim bilan to'xtam tuzilgan paraxodlarning bu salohiyatga, bu sifatlarga ega ekanligi bildirildi. Bu kelishim bultur 8 oyda o'ttirg'i qo'yilgan bo'lib, mazkur harbiy to'xtam Yaponiya 2014-yili qurol yarog' eksport cheklamasini bekor qilgandan buyongi eng muhim qurol yarog' setish savdosi hisoblanadi ekan. Hammamizga ma'lum, Yaponiya bu Yaponiyaga selingan kishandamda hamda o'zininki qurol sanoatini yoki harbiy kuchini kengaytirmaslik, taraqqiy qildirmaslik masalasi bo'lg'ashqa. Bu 2014-yildan keyin bo'lib qurol yarog' eksportni cheklamasini bekor qilgandan buyon imzolangan eng chong, eng muhim qurol yarog' setish savdosi deb qaraldi. Xabarda qayd qilinishicha, Avstraliya bu paraxodlarni Hind Tinch okeanidagi muhim dengiz sud liniyalariga hamda Shimoliy dengiz tavalligiga o'rinlashtirib, Xitoyning mazkur rayonlarda kun sari kengayayotgan harbiy mavjudligiga taqobil turishni planlagan. Albatta, bulardan sirt Yaponiya dengiz qo'g'inish armiyasining Güldürmami nomli muhofazachi paraxodi kelishim imzolanishidan bir kun burun Tayvan bo'g'oziga kirgan edi. Bu Sanoat Takaichi bosh vazirligi saylangandan buyon Yaponiya qo'g'inish armiyasi paraxodining tunji qitim Tayvan bo'g'ozidan o'tishi bo'lib, Xitoy o'z vaqtida buningga ham qattiq norozilik bildirganligimizga ma'lum bo'lgandek. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy shirkatlarining Rossiyaga sun'iy hamroh texnikasi sotganligi oshkorlandi. Qadirli ko'rmalarimiz, albatta Rossiya Ukraina urushi portlagandan buyon biz qanchadan qatim istiqlolda suhbat o'tkazdik. Buning o'xshash Xitoyniki Ukrainadagi urushga Rossiyaga nurg'un jihatda Rossiyani ta'minlab kelayotganligi haqida qanchadan xabarlarda, dokumentlar e'lon qilingan vaqtda Xitoy numussizlarcha har doim inkor qilib kelayotgan masalalarning biri. Bu qatim intayin muhim bir organdan bu shaksiz Xitoyninki bu Rossiyaning keyinda ekanligi bu masalada buni e'lon qilgan bir dokument e'lon qilindi. Ne desek, Gollandiya harbiy istixborot va bexatarlik
İdarəsi tərəfindən elan qılınan dokument bu. Bu dokumentdə Xitay şirkətlərinin Rusiyaga sun'iy hamroh texnikasi və sun'iy hamroh suratlarini satqanlığını, məzkur şirkətlər G'arb əllərinin cəzasından qaçış üçün Rusiya alam qatnaşı şirkətləri bilan bo'lgan hamkorligini yushurun davomlashtirayotganligini oshkor qildi. Nəhayət təfsili dokument əlbəttə biz hafta içində bununki mühim xəbərdən bəduq. Gollandiya Hərbi İstihbarat və Bexatarlik İdarəsinin bildirişçə, Rusiya uruş meydanından istihbarat uçuru toplaş iqtidariga ega sun'iy hamroh cəhətdə qiyinchilikqa duch kelgan bo'lib, bu urush jarayonida xalqaro jazolar sabablik uskunlarga erishishi texmi qiyinlashgan. Bulardan sirt oliy texnik xodimlarning kamchil bo'lishi masalani texmi murakkablashtirib o'tgan, ig'irlashtirib o'tgan bir masala. Natijada Rossiya bu xil hal qilish choralariga yuzlangan deb bu dokumentda tafsili tilga olingan. Gollandiya vaqti gazetining 21 apreldagi xabarida bo'lsa, Bexatarlik idorasining boshlig'i Peter Resnik Xitoydan Rossiyaga uchquchisiz aeroplan zapchaslarining avatilayotganligini kuzatganligini tilga olgan va Xitoyning Ukraina urushining davomlashishidan manfaatga erishadiganligini ta'kidlab, agar urush to'xtasa yoki oxirlashsa, diqqat nuqtasi Xitoyga buriladi degan o so'zida. Gollandiya Hərbi İstihbarat və Bexatarlik İdarəsi bo'lsa, Xitoy şirketləri bilan Rossiya hökumətinin alam texnikasi sohasidagi aloqasini andishi qilarliq deb sifatlagan. Nihoyat andish qilarliq. Hamda kelgusi bir necha yilda bu hamkorlikning texmi kengaydiganligini, Xitoyning navbatda saxta betaraf maydonda, ya'ni Xitoyning har doim yuqori deganimdek, har doim men betaraf deb turib oldi. Bu Amerika İsrail'e İran urushida shu hiyligarlik, yani bütün tabiatiga loyiq ish qildi da Xitoy. Davomli betaraf maydonda turayotganligini, men betaraf deb. Aminatda bo'lsa, o'tgan bir yilda Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirganligini ta'kidlagan. Nihoyat uzun dokument tafsiloti albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak. Dangliq Labubu qo'rchoqlarga Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi aniqlandi. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, vatanimizdagi chiqayotgan son-sanoqsiz boyliqlarni bir tarafga qo'yib turaylik. Xitoyningki qilayotgan bu bulanchilik tajovuzchilik. Paxta masalasi yillardan buyon nurg'un nufuzli organlar tarafidan bu yerda ham majburiy, bir tarafdan majburiy ishlatilgan xalqimizningki ta shu o'tir maktab bolalaridan tortib yoshlar, qiyralar hammasini majburiy emgak bilan paxta targizish. Bu yerda xalqni qiynab bir tarafdan buni qilayotgan bo'lsa, yana bu yerdan chiqayotgan son-sanoqsiz paxtalar orqali dunyoda shu Sharq Turkiston xalqining qiyni badaliga bostirishtirib badali kelayotgan paxta masalasi yillardan buyon kun tartibdagi masala. Bu albatta bu qatim aniqlangan intayin muhim bir xabar masala bu. Xitoy shirkati ishlab chiqargan Labubu qo'rchoqlarga qonga bo'yalgan Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi rasmiy aniqlandi. Butun dunyoda alohida qarshilikka erishgan bu qo'rchoqlarning Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik bo'lishi kuchlik diqqat qo'zg'adi. Labubu qo'rchoqlari Xitoy shirkati Pop Martning mahsuloti bo'lib, yaqinqi yillar mobaynida mazkur qo'rchoqlarning butun dunyo miqyosida bozorga chiqishi Pop Martni davlat markaga aylantirgan bir vaziyatda albatta bu mana shu shaklda Labubu qo'rchoqlari Xitoy shirkati bu halbuki davlat markaga aylantirgan bu Pop Martni. Halbuki New York vaqti gazetining maxsus tekshirib aniqlashi natijasida avrishki qo'rchoqlarning ko'pinchisiga Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur tekshirish bultur Uyg'ur hareket tashkilotining havolasi bilan boshlangan. Ya'ni Uyg'ur hareket tashkiloti shuni havola qilganda shu qo'rchoqqa ishlatilgan paxtaninki nereden ishlatilganligini bir tekshirsanglar shunda shu bu nihoyat inchki tekshirilgan bu tekshirish jarayonida saxta mallarning natijaga ta'sir ko'rsatishidan saqlanish uchun avrishki qo'rchoqlarning haqiqiy mal ekanligiga kafolatlik qilingan. Chunki Xitoyda bilamiz qo'yamdi rasmiy bir donliq dunyoga tanilgan bir marka bo'lsa, uni Xitoy aytsalam, uning saxtasini yasab boshqa bir shaklda bozorga soldi hamda o'nlagan shirkatlar. Shu bu qatim bu narsaning rasmiy shu Pop Martning o'zining meli ekanligiga
intayin diqqat qilib avrishki qo'rchoqlarning. Chunki haqiqatan shu Sharq Turkistondagi paxta ishlatilganmi, ishlatilmaganmi degandek, buningga kapolatlik qilinib turib, bu avrishki qo'rchoqlarningki hammasi tekshirilib, izotop analizi orqali 20 tal qo'rchoqning 16siga Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi aniqlangan. New-York vaqti gazetasi bo'lsa 23-aprildagi maxsus xabarda bu vaqtdagi tafsilotlarni oshkor qildi. Xabarda qayd qilinishicha, Pop-Mart şirketining bayonotchisi bu vaqtda ifoda bildirib, shirkatning ta'minlash zanjiridan Sharq Turkiston paxtasi chiqish masalasini tekshirayotganligini, Amerika bozoriga qaratgan mahsulotlar uchun boshqa paxta materiali ishlatishni planlayotganligini da'vo qilgan. O'ylab qo'ying. Yani bu bayonotning o'zimi bir xil nomussiz bir bayonotda hamda xuddi o'zi ishlatayotganlar bilmas qiyobat kirib olgan gap. Sen o'zingning bu paxtalarni nereden evatganını yani so'rab boğucu bilmemsin nereden qanchalik kirib o'tadi yani. Mandal xumperlik bilan manda bayonot e'lon qilgan gapda biz tekshiryapmiz. Hatto keyindikisi texnik birinchisidan o'ta bir nomussizlik hamda. Amerika bozoriga qaratgan mahsulotlar uchun boshqa paxta material ishlatishni planlayapmiz. Yani bu demek yani Amerika'ya satadigan belim ayada jazo bo'lganligi uchun men o Sharq Turkiston qo'l amgiga ishlatilgandan sana ishlatmay, boshqasiga bu qo'l amgiki, bu Sharq Turkiston xalqining nemisi qandaq dafsanda qilingan bo'lsa chatqim yo'q. U insoniy maslimi yani. Bu bayonotning o'zi bir qabohatlikda hamdi. Növbətdə Uyğur Hərəkət Təşkilatı Pop-Mart şirkətinin Sharq Turkiston paxtası işlətganligi haqidagi ma'lumotlarni Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasiga yo'llagan. Agar shirkatning Amerika hukumati ijro qilayotgan navbatdagi Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonuniga xiloflik qilganligi bekitilsa, jazo tizimligiga kirgizilishi mumkin ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoy rejimi labubu qo'rchoqlarini Xitoy moda madaniyatining simvollik belgilaridan biri sifatida tashviq qilib kelayotgan bo'lib, Amerika prezidenti Donald Trump kelar oyda Xitoyni ziyorat qilishni planlagan bir vaziyatda bu masalaning kun tartibga kelishi Trump hukumati uchun bir sinoq hisoblanadi ekan. Acaba bu qatim Trump bu masalada bu ko'rishishlarda masalan oldimizda nimalar o'tirib qo'yildi bu masalada. Bundan ilgari xalqaro bozorlardagi mahsulotlarning Uyg'ur majburiy amgikiga chetishlik ekanligi haqidagi tekshirishlar dunyoning diqqatini qo'zg'ab kelayotgan masala. Hammamizga ma'lum qadrli ko'rmalarimiz. Birlashma xabar agentligi 2024-yil may oyida e'lon qilgan tekshirish natijasida Amerika va xalqarodagi parcha sotuvchi shirkatlar sotgan mahsulotlarning 19%'de Sharq Turkiston paxtasi ishlatilganligi oshkorlangan edi. Yani bu oshkorlangan hamdi. Acaba oshkorlanmaganlari Xitoyninki mayli tijoratchilar olsun, zavod korxonalar bo'lsin, bularning samanning ostidan ni ishlarni qilib o'tganligini har birimiz nihoyat yaxshi bilamiz hamdi. Bu sonliq ma'lumotning ichiga kirganlar bo'lsa, buni qanchaga ko'paytirib o'ylashimiz kerak. Xitoyning tijorat sohasida qanchalik dünyani sestivotganligini biladigan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan. Demak, shunday jinoyatlar davom qilyotdi. Xo'sh, unda bo'lsa bu haftadagi yana bir qancha muhim xabarimiz. Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqining kengayishining geopolitik bir zaruriyat ekanligini, rayonni Rossiya, Turkiya yoki Xitoyning ta'siriga tashlab qo'ymaslik kerakligini bildirdi. Reuters agentligiga erishgan sun'iy hamroh suratlari talash tartishdagi va to'qinish ehtimolligi yuqori deb qaralayotgan Scarborough sahili kirish eg'izida Xitoyning kontrollikni chingitish uchun laylama to'siqlarni o'rnatganligini va harbiy qismlar orqali kirish eg'izini taqganligini oshkor qildi. Shu surat asli to'liq chiqqan bo'lsa, ko'rdingizmi? Masalan, chiqish eg'iziga butunlay harbiy paraxodlar orqali onu to'siyotganligini ham laylama to'siq qo'yib, u yerdagi harakatlarga to'sqinlik qilayotganligi. Sun'iy hamroh suratlari bu. Mutaxassislar mazkur rayonni qurolli to'qinishga aylanib ketish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan halqiliq nuqtalarning biri sifatida ko'rsatmoqda. Ya'ni bu tajovuzchilar masalan bu Scarborough orli hozir shu Filippin bilan Xitoyninki hatto Filippin shu xalqaro qonundimi shu intayin mol bir beliqchilik meydoni shaklda ekan bu ishlatilayotgan.
Bu xalqaro qonun maxsus Filippinning, ya'ni butunlay Filippin maxsus iqtisodiy rayon ichidagi bir rayon. Bu Xitoy tajovuzchilar hozir butunlay qurshab atrofini egallashga tirishayotgan bir rayon. Ammo Xitoy bo'lsa numussizlarcha mening ziminim deb turayotgan bir rayonda hamda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy urush keltirib chiqargan bexatarlik xavflarining davomlashayotganligi sababli Ironda turayotgan fuqarolarga davlatdan ayrilish va eng qisqa vaqt ichida bexatar rayonlarga yo'tkilish haqidagi ogohlantirishini yana bir qatim takrorladi. Bu mu tunugunki xabar. Amerika bilan Filippinning boshchiligida Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Fransiya qatnashgan yarim oydan ortiq davomlashgan Balitakan manevriga jami 17 ming askar qatnashtirilgan bo'lib, quruqliq, dengiz va havoda ijro qilinadigan bu manevrning asosliq nishoni Xitoyning eng muhim savdo yo'llarining biri bo'lgan Janubiy dengizni kontrol qilishni taqlid qilish ekan. Buni hali to'xtalamiz inshaalloh. Başqa xabarimiz qaldımı bugün? İqtisadiy aniqsizliklarning Xitoydagi chet el mablag'iga bo'lgan ta'siri davomlashayotgan bo'lib, bu yil tunji faslda Xitoyga selingan bevosita chet el mablag'i 36,5 milliard dollarga yetib, bulturqi o'xshash mazgildagidan 7,3% tövalligan. Yani Xitoyga chet eldan bevosita kelayotgan, selinayotgan mablag'larningki tövallash ahvoli. Xo'sh, undaqda doktor Erkin Akram bugungi yana aziz mehmonimiz kirgan bo'lsa, suhbatni boshlab ketsak bo'ldi. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum salom. Oldi bilan qimmatlik vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Mamnun rahmat aytaman. Rahmat. Endi oldi bilan biz shu Yaponiya haqidagi bu qisqa xabarni birdan turib deyishaylik. Yaponiya Avstraliyaningki Xitoyga qarshi harbiy kelishimi 18 aprel suhbat o'tkazib to'xtam imzolash natijasida shu 2029-yildan boshlab Yaponiya Mitsubishi ig'ir sanoati shirkati Avstraliyaga shu Xon jamiyati dengiz armiyasiga Yaponiyada yasalgan darajasi yuksaltirilgan 3 dona qo'g'dovchi paraxodni topshirishga boshlaydi ekan hamda. Bu şu 2014-yildagi qurol yarog' eksport cheklamasi Yaponiyada bekor qilingandan buyon eng cho'ng qurol yarog' savdosi deb qaralibdi. Albatta, Yaponiya bo'lsin, Avstraliya bo'lsin, yillardan buyon Xitoyga qarshi har xil kelishimlar, rayondagi davlatlarning ahvolini bilamiz doktor. Bu ittifoqlar haqidagi ko'z qarashlaringiz, Xitoyga ko'rsatgan ta'siri haqida degandek. Hoş, bu Xitoy yükselip oturup çıkandan keyin bu rayondaki tamponluklarını, meyli bu siyasi olsun, xavfsizlik olsun, iqtisadi ticaret olsun, bu tamponluklarını buzub koydu ya da buzdu. Hoş. O buna vaxtıda Xitoy yükselgen bir Xitoy bu rayonga nima keltirdi, nima bala keltirdi deydigan bir göz qaraşma var. Amerika demokratiya bir devlet turup dünyada bunçilik bala keltirgen bolsa, Xitoy yani diktatör olan bir Xitoy qanchalik kettirdi deydigan bir tushuncha asta paydo bo'ldi bu Indo-Pasifik rayonlarda. Bo'libmi, misalga Avstraliyadagi davlat hamda bu jang balaqaza bu biz bilan aloqasi yo'q deb harbiy mutafiya jetdagi bu tirishchanligini qayirib qo'yib, shu iqtisod taraqqiyotiga pek ko'ngil bo'lgan. Japoniya mı şunda? Gerçi Japonya 1950'den keyin bu asas kanunun 9. maddesinin sebebinde bulaylık kural setiş, kural işlep çıkarışını toxtatkan hamdi. Şununla bu Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda Avustralya'ya egişir hamdi. Filipin degandek, hatta Vietnam degandek devletler Xitaydan ensireshga başladı. Bu ASEAN gruplama şunda hamdi. Janubiy Sharq Osiyo devletlerimi şunda. Hem de bu Xitoy bilan qanday chiqishimiz va Xitoy kelgusiga qarta qandaq bir guvohnoma berdi deb 20 yildan beri kutdi. Ama Xitoy bag'an sari bir zo'ravonlik bir bu diplomasi bilan harakatga o'tdi. Hatto Xitoyning bu zo'ravonlik diplomasi qoidasiga urushqoq bo'ra deb ism berdi. Xo'sh.
Şununla hazır bu devletler de yalnız bir şeye Xitay bile ilişemegenlikin, rayondaki devletler bile şundaq mutabiye cette, xavfsizlik cette hemkarlık kılışını güçlendiriyordu. Bunun iktisat ticarette güçlü bir münasebetleri var. Mesela Japonya, Hindistan bile strateji hemkarlık münasebeti var. Bununla imzalaşkan bazı kilişimler var. Bundan keyin bu Avustraliya bilan shunday qildi, siz bergan xabarga o'xshash. Bundan keyin bu Filippin bilan shunday bir kiyim setib berish, qurol setib berish degandek shunday nimalar bor, kelishimlar bor, harakatlar bor. Bu ahvol Xitoyni rahatsız qilyotidi. Xitoy rahatsız bo'lgan sari bu davlatlarga besim ishlatyotidi. Bu besimga uchirgan bu davlatlar Xitoydan texmi ansirab, texmi mutabiye ve xavfsizlik jihatdagi munosabatlarni kuchlantirishga tirishayotidi. Bu xalqaro munosabatda xavfsizlik ikileme deydi buni. Yani ben onundan qo'rqib o'zimni kuchlantirman deyapman, ama o menden qo'rqqan yana kuchlantiryotidi, men yana kuchlantiryapman. Bu so'zningki oxiri nega bordi degan chog'da bu jang ichida degan gap. Xo'sh, xo'sh. Şununla bu rayondaki tampонluklar bozulgandan keyin hem devlet özününki kelgüsündeki çıkış yolunu izleyotidi. Amerika'nın tutkan pozitsiya o'zgaryotidi. Şununla biz özümüz bilan şu rayondaki devletler özümüzni qo'g'dimasa, Xitoy tugin bizningki beshimizga chiqaraq balo terib beradigan o'xshaydi deydigan ansirashlar var. Bu ansirashdan tufayli siz bergan xabarda shunday taraqqiyotlar bo'lyotidi. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat doktor. Maniverdan bir xabar bor, shuni chiqargan bo'lsak, qisqa xabarimiz ichida 8-martgacha davom qilgan bir maniver var. Bu Balitakan nomli maniver. Amerika boshchiligidagi bu qatimqi maniver ham 10 ming Amerika askari 10 ming Amerika askaridan sirt boshqa, masalan, shu Kanada, Avstraliya, yana hozirgi yuqoridagi xabarimiz bor. Yaponiya, Avstraliyaning ittifoqi siz so'zlab o'tdingiz. Mana masalan Amerika, Filippinning boshchiligida Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Fransiya ham qatnashgan. 20 oydan ortiq o'tgan dushanba kuni boshlandi, mushu dushanba kuni boshlandi va 8-maygacha oldimizdagi davom qildi ekan. Jami 17 ming askar qatnashtirilgan bo'lib, quruqliq dengiz havoda ijro qilingan. Bu manevrning asosli nishoni Xitoyning eng muhim savdo yo'llaridan biri bo'lgan Janubiy dengizni kontrol qilishni tahdid qilish. Ya'ni bir urush bo'lsa, bu ya'ni kontrol qilib darhol qo'limizga elishni mashq qildi degan gapda hamdi. Mushu vaqtdagi bu mamda shu Xitoyga berilgan eng chong fikrlarning biri bo'lishi mumkin. Ko'z qarashingizni olgan bo'lsak. Xo'sh, mushu 90'lı yillardan itibaren Amerika mushu Asya Tinch okeanos devletler bilan mushunda harbiy manevralarni ilib borgan. Mayli bu Tayland bo'lsin, bu Filippinlar bo'lsin, degandek nurg'un devletler bilan farklı ismda, hatta Hindiston bilan shunday ilib borgan. Bu batı bu harbiy manevra. Ama necha ming odam qitiladi. Ondan keyin ba'zan bu haqiqiy o'qni ishlatmaydigan bir xil manevratdi. Ba'zan de Sharqiy dengizda ilib boradi. Bu bo'lsa mushu Shimoliy Koreyaga qarshi ilib boradi. Mushu siz bergan bu xabarda bu da ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin eng ko'p qitilgan bu bir xil harbiy manevra. Hamda bu nurg'un devletler o'z oldiga bir harbiy manevrani ilib boramaydi. Ilib borsa nurg'un maliyat ketadi, pul ketadi. Shunga Amerikaningki yetakchiligida ilib borgan shunday bir manevraga qitilib, o'zininki urush qobiliyatini kuchlantirish. Bu bir maqsad. Ikkinchisi, ba'zi davlatlar shunga qitilib, o'zininki qurollarni bir reklam qilgandek bo'ladi. Ya'ni xalqlarga ko'rsatgan bo'ldi. Bizda bunday qurol bor, osonla bo'ladi degandek. Bu tijoriy masalasi. Muhim bo'lgan hozir siz degandek, bu Xitoyningki yuksalishi va Xitoyning shu Tayvan bo'g'ozini va shu Janubiy Xitoy dengizini o'zininki ichki dengizga, ichki kanalga aylantirilish bo'g'ozini, Tayvan bo'g'ozini. İçkiga aylantirib olgan vaqtida boshqa parxod kemalar o'tamaydi bu yerda.
Öz vaqtida mushu Japoniyami Amerikaga qarshi Pearl Harbor baskınını qilgan chaqdimi, hujum qilgan chaqdimi, shu Amerika Angliya mushu rayondagi mushu qatnashni to'sib olg'ashqa. Bu qatnash to'lib qolgan vaqtida Japoniya mushu energiya jihatdan, mushu ochliq jihatdan, nurg'un mushu iqtisod jihatdan quruq qolgan gap. Shuninga amalsizlikdan Amerikaga bir hujum qilgan. Hozirmi mushu davlatlarmi Amerika bo'lsin ve mushu rayondagi devletler olsun, siz degan Avrupa devletler olsun, mushu rayonni mushu Xitoy to'sib olsa, mushu rayonga kelib yetadigan yo'lni to'sib olgan bo'ladi. Bu rayondagi manfaatlar, bo'lib iqtisodiy, energiya manfaatlar, undan keyin Amerika, Kanada, Avstraliya degandek bu rayonninki devleti bular. Xo'sh. Ba'zan Xitoy deydi-ku, bu rayonninki devleti bo'lmay turib nemishga bu dengizlarga kirib chiqdi, bularning deydigan gap so'zlaydigan haqqi yo'q deb. Amerika mı bu nima Tinch okeanusining devleti? Çünkü Amerikaning g'arb tarafi dengizga bog'landi. Shuningga bu devletler xil sebepten shunday bir harbiy manevralni ilib berib, bir jihatdan Xitoyga bir besim ishiltish, ikkinchisi mushu mayli o Janubiy Xitoy dengizdagi mesele bo'lsin, mayli Tayvan boğaz meselesi bo'lsin, Xitoyning hujum qilmaslik haliga ekilish, bularni chekindirish. Yani o cesaretini biraz sundirish, yani Xitoyning cesaretini. Shuningga bunda manevralar Xitoyga qarta ilib berilyapti. Burun bir qancha qitim shu Rossiya ma Xitoyni qo'llab, shu Osiyo Tinch okeanusida mushta manevralarni ilib borgan, ammo keyingi yilda nima qilmayapti Rossiya. Yani Xitoy bu rayonda yolg'iz qilyapti. Yani bir jangning ihtimal bo'lgan bir jangni oldini olish ve bu rayondaki o'zining manfaatlarini qo'g'dab qilish uchun bu keng ko'lamda ve ras o'qlarla shunday bir manevrani ilib borgan bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Xitoyninki shu fuqarolarini Irandan chekinib chiqish haqidagi bir xabar bor. Shuni aytib kelaylik. Bu emas, buni hali desak bo'ldi. Endi bu biz oldingi haftama bu albatta İsrail, Amerika, İran urushini siz bilan bir qancha qatim suhbatlashdik. Bu Islamobaddagi suhbatning natijasiz oxirlashgan bo'ldi. Bu qatim masalan mani tunugunki xabar Xitoy urush keltirib chiqargan bexatarlik xavflarining davomlashayotganligi sababli İran turayotgan fuqarolarga davlatdan ayrilish va eng qisqa vaqt ichida bexatarlik yo'llariga yo'tkilish haqidagi ogohlantirishini yana bir qatim takrorladi hamda. Xabarning tafsilotida albatta agarda darhol chiqib ketmasanglar, na Xitoy konsuli yordam qila oladi sizlarga, hech qanday konsul bilan aloqalashmaysiz. Biz bu yordamga sizlarga qutqizolmaymiz sizlarni deb tafsiloti bor ekan. İlgirimi 40 kunlik urushga bir kun qolganda Xitoy fuqarolarini chiqib ketinglar deb ekan. Ertasi uni e'lon qilib, ertasi urush boshlanib ekan. Tafsilotlar qarasa xabarniki. Bu qatim yana buni davatidi. Hozir yana bu o'tkinchi bu kelishim urush to'xtatish bo'lgan bilanmi, yana jiddiy vaziyat bir aniq bir narsa o'tirg'a chiqmadi. Sizcha bu vaziyat hamda nega berib to'xtasizcha hamda? Yaqinda Amerika nurg'un shu kemalarni shu dengizninki atrofiga yig'ishga boshladi. Yani İran'ın bu Hürmüz boğazıga qarta hozir shu 27 ve 30gacha harbiy parxodlar va bu uchoq kemasi ichiga olgan taqdirda, bundan boshqa shu Janub Koreyada ki ba'zi armiyalarni shu rayonga yetkazyapti. Japoniyaninki shu suv bombasining oldini olish uchun mushtaq alayda kemilar var. Bularma shu rayonga kelyapti. Xo'sh. Shuningga bu herhalde bu jang tugmadi. Yeni bir jang boshlashninki ehtimoli bor deb analizlar bo'lyapti. Hamda o İran tarafı bunga tayyorliklarni qilyapti. Yani bir jang bo'lishning ehtimoli. Bunda bir payda belki, yani ben tahmin qilyapman,
İran hükümeti Xitayga degan bo'lishi mumkin. Yani bir jangninki tekrar bo'lishi mumkin. Bu dakika jang balki texmi vahshiy bo'lishi mumkin. Shuningga biz sizlarninki puhralarini qo'g'diyolmaymiz deb Xitoyga bildirgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yoki Xitoylar o'zi faraz qilib, bu da texmi bir ig'ir bir jang bo'lgan o'xshaydi deb o'zlari faraz qilib adamlarni chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Chunki hozir bu İran'ın talebi bilan Amerika'nınki talablari bir yerga kelmayotidi. Her ikki taraf o'zininki manfaatini o'ylab turib, o'zining gapini qilyotidi. Shuningga bu tinchlik kelishimining imzolanishi pek qiyin ko'rinyotidi. Bunda paytlarda ko'pincha zaman shu jang bilan hal qildi. Ya'ni men seni utib olgan vaqtida sen mening gapimga kirsa debchi. Bu İran tarafı bo'lsa, sen meni utamisan, bu vaqtida sen mening gapimga kirsa degan tushuncha bor. Shuningga bu jang bilan, ya'ni oxirgi hal qilish uslub bo'lib, jang bilan hal qilishninki ehtimoli bag'an siri yukselyapti hozir. Shuningga bu fuqarolarni o'zininki davlatiga chaqirayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Hamda iqtisodniki xabarini chiqarsak, Xitoyning chet el mablag'iniki. Hamda doktor albatta bu urush boshlangandan buyon bu Hormuz bo'g'ozininki taqilishi, echilishi degandek masalalar deymi? Xitoyninki eng ko'p ziyonga uchraydiganligi tilg'anib keldi. Ba'zilar Xitoy ta'siriga uchramaydi, o bu deganlar bor. Bu sonliq ma'lumotda masalan chet el mablag'iga bo'lgan ta'siri shu davomlashayotgan bo'lib, bu yil tunji faslda Xitoyga saylangan bevosita chet el mablag'i 36,5 milliard dollarga yetib, bulturga o'xshash mazgildagidan 7,3% tuvanlagan. Haftaning ichida albatta boshqa sohalarga ko'rsatayotgan ta'sirini tilga oldik biz xabarlarda. Bu shaklda Xitoyning iqtisodiga qanday ta'sir, zo'r jihatda ta'sir bo'layotdi. Hammasiga bugungi shu bir qancha kundan buyongi xabarlar qarasak, Xitoy oltin bilan kumushni shu dunyo miqyosidan g'oyat zo'r darajada yig'ayotganligi xabari ko'plab chiqyapti. Ya'ni hech shu yaqinqi 5-10 yilda ko'rilib boqmagan darajada, hatto Xitoyning Markaz Bankasining davlatning umumiy rasmiy oltin zapisi 2313 tonna bilan rekord saviyaga yetdi hozir deydi. Kumush shunga o'xshash. Nima uchun buni bu shaklda yig'ayotdi? Xitoy iqtisodi, Xitoy nimadan sirayotdi masalan buningdagi oldimizdagi kunlarda. Hamda İran urushi nurg'un davlatlarning iqtisodiga ziyon berdi. Xo'sh. Shuning o'xshash Xitoyga ziyon bo'ldi hamda. Xitoy garchi zapas neftlari, tabiiy gazlari bor. Hamda O'rta Osiyodan, Rusiyadan chiqaroq ilishning kimi ehtimoli bor. Hamda bu boshqa yerda, masalan, Latin Amerikada, Osiyoning boshqa davlatlarda, dengizlarda buni ta'min qilib bo'ladi. Ammo jang uzayib ketsa, abaqa degan kanaldan keladigan bu energiyalar azaladi. Xitoy dunyoning eng cho'ng ishlab chiqarish jihatdagi cho'ng davlat. Ammo ishlab chiqarish uchun ham modda lazım. Bu ham moddaning ko'pi chet elda, Xitoyda emas. Shuningga bu chet elga shu ham modda jihatda mayli neft, tabiiy gaz bo'lsin, boshqa bu madan muhim madanlar bo'lsin, chetdan kirishga to'g'ri keldi. Agarda bu neftninki bahsi o'sib ketsa, neft bilan ishlab chiqaradigan ba'zi mahsulotlar bor. Misolga kimyoviy shakar bo'lsin, shu lastik bo'lsin, rezinka bo'lsin, shu eng kichik yerga kelgan chaqdima Xitoyga ziyon berdi ishlab chiqarish. Xitoy o'yinchoq ishlaydi, ammo neft oz bo'lgandan keyin neftdan chiqaradigan shu lastik plastiklarni kam bo'lib qoladi. Shunga Xitoyningki ishlab chiqarish kuchini ojizlashtirgandan keyin nurg'un davlatlar, davlat demaydi, nurg'un shirkatlar bular Xitoyda ko'radigan manfaatmi azaladi degan gap. Xo'sh. Shuningga bu Xitoyga mablag' solsak, burunqidek azroqla midrab qo'ysaqlar, pul kirdiga, kirim borga deydigan davr o'tib ketdi. Birisi bu chet elliklarning akildigan shu pullar, mablag'lar va ma'lum saviyadagi texnologiyalar Xitoy bunga ega bo'lib bo'ldi hozir.
Şunun Xitay nima chet eldan kirdigan pul va mablag' va kirdigan texnologiya burunqidek bekla ehtiyoj emas. Ehtiyoj bor yana, ama unchalik emas. Hem de bazı bu chet eldagi nima şirketler bazıları Xitay bozoridan chiqib boshqa nima Vyetnamga o'xshash, Hindistonga o'xshash, Indoneziya degandek davlatlarga yutkilyotdi. Japoniyadagi ba'zi shirkatlar ham Xitoy bozoridan chiqyotdi. Yana siyosiy jihatdan Amerika bilan va G'arb bilan bir shu taqobil turayotgan bir Xitoy mevcut siyosiy xavfsizligini acizlaştırıp koydu. Bayamen degan iktisat, ticaret ve şu enerji cihetdeki bu mücmellik Xitay pazarında pul tepişinin aldığını göremezlik alığı ekvatıdı. Bunda bir ahvalda Xitay hazır Xi Jinping'in başkuruşu bile her yerge meydan okuvatıdı. Bu 2016'dan beri meydan okup gelgen 10 yıl oldu. Şununla bu xil işkencesizlik, siyasi, iqtisadi Xitay bozorida bo'lgan bu xil ishonchsizlikdan tufayli ba'zi davlatlar bu Xitoyga solgan mablag'larni azaltyotdi. Ama ba'zi davlatlar yine Xitoyda az pul topsaqmi, yana topqili bo'ladi deyotdi. Çünkü Hindiston bo'lsin, Indoneziya bo'lsin, Vyetnam bo'lsin, bu davlatlarninki asas qurilishlar, ya'ni chet el bu mablag'chilar uchun esas kuruluşlar Xitaychilik emas. Xitoy şu 30-40 yıldan beri bu esas kuruluşlarni yaxshi qilib bergachga chet elliklar chiqyapti. Boshqa davlatlar bu seviyede bo'lmag'achqa ba'zi shirkatlar yine Xitoyda faoliyatlarini davom qilyapti. Yani siz degandek %7, %10 azalish mumkin, ama her yıl muşta azlayıp mandigan bo'lsa 10 yıldan keyin hamda Xitoyningki iqtisodiga hakikaten ig'ir bir zarbi beradigan bir vaqt keldi. Shunga Xitoy o'zini shu abaqiman degan siyosiy, iqtisodiy bozor xavfsizligini, ya'ni ishonchlikni ko'paytirishga mecbur. Ama Xi Jinping'in bundaq bir tushuncha bormi bilmayman, ama bundaq bir hareketi yok. Yani bunu ko'ramayapmiz. Xo'sh. Ko'p rahmat. Şu tuyuq yolda bayram olsun inşallah. Avrupa'nın ahırkı haberimiz Avrupa'nın bilen tüyteyelim. Bunu ötüp gidelim. Avrupa İttifakı Komitesi Reisi Ursula von der Leyen, Avrupa İttifakı'nın kengeyişinin geopolitiklik bir zürriyet hikayelikini, rayonu Rusya, Türkiye yoki Xitoyning ta'siriga tashlab qo'ymaslik kerakligini bildirdi. Bu Avrupa İttifakı'nın kengeyişi zürriyet bir geopolitiklik degan bu so'zi. Albatta Xitoyni tushunimiz, Rossiyani albatta dushmanim deb qarayapti. Turkiya masalasini bu yerda tilga olishninki sababi nima? Hem bu shu bo'libmi Amerikadan jiqqacha yeb ketgandan keyin Yevropa yaqindan buyon albatta Turkiyaga buning oldimizgi yillarda jiddiy ehtiyoj bo'lganligini bo'libmi harbiy sanoat va harbiy jihatda NATOning eng kuchli davlatidan biri bo'lib sifatida. Ma necha kun oldida NATO bosh kotibi kelgan vaqtida shu Aselsan u yerni ziyorat qilib Turkiyaning qanchalik ahamiyatli ekanligini NATO va Yevropa uchun buni tilga ilyapti. Bir tarafdan bu ahvol bor. Siz bunga qanday qaradingiz bu so'ziga? Aslında Avrupa bir bütün emas. Yani Avrupa'nınki malum başlıklarıma Türkiye karta xil yapıvatıdı. Bazıları Türkiye'ni xalawatıdı, bazı şu xavfsizlik meselede Türkiye olmasa olmaydı deganlar var. Ama bu von der Leyen'ninki bu ifadesini ben bu oynayıp kaldım. Çünkü bundak yaptığını da bakmagan. Yani Türkiye Avrupa için bir tehdit buludu deydiğen bunda bir yapını tuyup bakmagan. Şunu ben bunda oyladım. Birincisi bu Türkiye'de bulup mu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki Türkiye, Rusya, Xitay üç bulunluk strateji hemkarlığını güçlendiriş lazım. Bu emperyalist Cihangir devletlerine karşı şunda bir ittifak kuruş lazım. Hatta ötkenki sizinki programda mı değişti? Yani bunda bir 2028'de Türkiye'de saylam oldu. Bu saylamda eğer de hazırki hakimiyet beşiğindeki AK Parti şunu kabul kılmasa biz onu kollamayımız da bunda bir isimlerini işletiyordu.
Hem de Rusya bilan Xitoy Yevropaga tehdit selayotgan bir devlet. Bu Rusya'nınki Ukrayna urushi va Xitoyning Rusyani qo'llab kelishi Yevropani bek bearam qildi. Xo'sh, xo'sh. Bo'lmasa her ikki taraf, ya'ni Xitoy bilan Yevropa birligi iqtisod tijoratda yomon cho'ng manfaatlar bor. Her ikki taraf bir-birisiga bo'lgan ehtiyoji bor. Ammo shuni amallashtira olmayotdi. Sebep shu Xitoyningki Rusyani qo'llab berishi. Hamda buningga Türkiye mi qaytilsa, o vaqtida Türkiye bir tehdit bo'ladi deb ko'rgan bo'lsa kerak. İkincisi bu yaqinqi bir qancha yildan shu Rusya bilan Türkiye'nin arasındaki deniz nimalar bor, chegaralar bor. Bu deniz chegaralarda nurg'un orollar bor. O'z vaqtida shu Türkiye Cumhuriyetini e'lon qilgandan keyin shu Rusya bilan va Angliya bilan bir qancha davlatlar bilan bir kelishim qilgan. Lozan kelishimi deydigan. Bu kelishimda ba'zi orollar Rusya'ga tabi, ba'zi orollar az bo'lgan orollar Türkiye'ninki chegarasiga texim yaqin bo'lgan ba'zi az orollar Türkiye'ga mansub. Ama o'ttirda qolgan ba'zi orollar bor. Bu orol hech kimga tabi emas. Ve iki devlet şu denizin oturusunu rahat işletelaydı. Misalga ticaret kemiler falan. Xo'sh. Ama bu Rusya 12 deniz kıyısından denizge 12 mil kenglikte içilmen degenden keyin Türkiye mi bununla karşı çıkışa başladı. Yani Rusya bilen ve şundakla bu Şimalı Seprus meselesi kıytılganda onundan keyin bu Rusya Seprus'ni, Janubiy Seprus'ni bu nima Mısır deymiz, İsrail deymiz, bular qo'llab bergandan keyin Türkiye bundan ensirashga başladı. Şununla bu Rusya'ga besim işletish ve aşı men degan o rayonlarga harbiy parxutlarni evitish ve şundaqla Şimali Kıbrıs Cumhuriyetiga urush aeroplanlarni evitib degandek harakat qildi. Bu bo'lsa Avrupa cettin degan chaqda bu Türkiye Avrupa topraklarına tehdit silyapti deb tushundi. Hozir shu Avrupani dokladlarida ama shunday narsalar yeziqli. Yana birisi shu Akdeniz meselesi bor. Akdeniz'de bazı devletler, misal İsrail deymiz, Mısır deymiz, Katar deymiz, Katar emas, bu Libya deymiz, bu Rusya deymiz, bular ortak hamkarlık kılıp denizde enerji qo'llab qilimizda. Türkiye'ni qayirib qo'ygan ekan, Türkiye ama şu O'rta dengizningki bir muhim devleti. Türkiye'ni qayirib qo'ygan ekan, Türkiye mi biraz bundan norozi bo'ldi ve Türkiye mi o'zininki kemilarini bu rayonlarga evitib, taqabul turishga tirishdi. Hatta Libya devleti bilan ba'zi deniz chegarasini sizish chetda ba'zi kelishim qildi. Bu bo'lsa Avrupa'nın deniz sahasıga mı çekindi deb Avrupa devletler, bazı Avrupa amaldarlar shunday bir xatarlikni, xavfni o'tirib qo'yyapti. Shuninga shu sababdan tufayli bu Van der Leyen'ninki so'zi shu sabablar bilan munosabatmiki deb o'yladim. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat qimmatlik mulohazalaringiz uchun. Rahmat sizga. Alloh razı olsun. Men rahmat aytaman. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftadagi xabarlarimiz nishada oxirlashtiraydi xabarlarimizni. İnşallah Allah ömür versin aldığımızdaki hafta yana boshqa mazmunlar bilan ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.